Diqqat aholiga tezkor xabar. Avtomobil importi bo'yicha cheklovlar bekor qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Endi jismoniy va yuridik shaxslar bir yil ichida xorijdan bittadan ko'p transport vositasini olib kirishi mumkin bo'ladi. Bu haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 4-iyundagi qurilish sohasida natijaga asoslangan boshqaruvni joriy etish hamda sohada davlat xizmatlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 104-sonli farmonida so'z boradi. Hujjatga binoan 2029-yil 1-iyulga qadar O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan, qurilish ishlarida foydalaniladigan maxsus texnika vositalar hamda laboratoriya va instrumental ko'rik asbob-uskunalar bojxona bojidan ozod etildi. Bunda Vazirlar Mahkamasi 1 oy muddatda bojxona bojidan ozod etiladigan maxsus texnika vositalar ro'yxatini tasdiqlaydi. Bundan tashqari 2026-yil 1-sentyabrdan binolarni qayta qurish va rekonstruksiya qilishga ruxsatnoma berish xizmatlari birlashtirilib, yagona arxitektura va shaharsozlik talabi tizimi yo'lga qo'yiladi. Ko'p kvartirali uylar, mehmonxonalar, savdo majmualari va qiymati 3 milliard so'mdan yuqori bo'lgan byudjet obyektlarida video kuzatuv kameralarini majburiy o'rnatish tartibi joriy etiladi. Obyektlarni elektr, gaz va suv tarmoqlariga ulash bitta ariza, bitta to'lov, barcha ulanish nuqtalari tamoyili asosida soddalashtiriladi. Shuningdek, hujjat bilan Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 25-apreldagi 237-son qarori bilan tasdiqlangan muomalaga chiqarilayotgan g'ildirakli transport vositalarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan transport vositasini import qilishda 1 yilda bir dona transport vositasiga muvofiqlik sertifikati berilishga doir norma bekor qilindi. Unga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan transport vositasini import qilishda muvofiqlik sertifikati berishdagi 1 yilda bir dona transport vositasi cheklovi olib tashlandi. Ya'ni, endi jismoniy shaxslar ham xorijdan cheklovlarsiz avtomobil import qilishi mumkin bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos ushbu videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.